Ani shoir qayerda? Bugun u haqida gaplashamiz. Bugun biz Ani shoir qayerda videosining ikkinchi qismini olamiz. O'tgan safar men birinchi qismida bu haqida ma'lumot bermagan edim. Avvalambor eslatib o'tsam, Ani shoir YouTube kanalini topishimiz uchun YouTube'da har doim Ani shoir deb yozsak, u qiziqarli va vaqtni mazmunli o'tkazadigan har xil qiziqarli animelar chiqarib turardi. Biz uni ko'rib mazza qilib o'tirardik. Lekin hozirda Ani shoir 2 oy bo'ldi hali video chiqargani. U Qozog'istonda yashaydimi? U YouTube'da Qozog'iston deb yozilgan. Uning hozirda 13 milliondan ortiq ko'rishlar soni bor. Unda hozir kumush knopka bor. Birinchi sabab YouTube kontent uchun O'zbekistonga pul to'lamaydi. Bu birinchi sabablardan biri. Ani shoir YouTube kanalida ham ularning a'zolarida ham bola chaqa bor, ular ham uni boqishi kerak. YouTube esa pul to'lamagani uchun ular har xil joylarda ishlab, o'zlari uchun pul topib, bola chaqa yuritadi, ro'zg'or yuritadi. YouTube esa pul to'lamaydi. Buning uchun ularga donat qilish kerak. Videomiz tamom. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz Ani shoirdan yangi kontentlar kutib qolamiz. Hammaga xayr, salomat bo'ling. Videoga like bosing, obuna bo'ling.